Dur. Ana o'ljamiz. Ey bola. Obaga dondonayı biz bilan arabada sayr qilishni xohlamaysanmi? Nega suv to'kib? Bola qani? Bu yerga hindular bormi? Qo'rqmasangchi bolakay, hindular yo'q. Qanaqasiga qo'rqaman? Men hindular boshlig'iman-ku. Sen bolani zeriktirma, men qishloqdan xabar olib kelaman. Ey, bag'ini menga qo'yib berib o'zim bilaman. Men senga ishonaman. Bu nima qilyapsan? Kuyib ketdi. Xat. Abinazar Donfik. O'g'limni qaytarib olishligim uchun menga $250 tamom to'laysiz. Sen shuni o'qitay, u qaysi bir o'ldiradi, dadasini men o'ldiraman. Pulimiz yo'q-ku, qanday ko'ndirasan? Bitta narsa yashirib qo'yganman, dadasi yo'q deb bo'lib ketadi. Sen yo'q demasang mayli. Men seni o'yladim. Rozman. Qancha vaqt ishlab tura olasiz? 15 vaqt ishlab tura olaman. Ungacha Meksika chegarasiga yetib olamiz.